Xullas kalom, men ichki ishlar xodimlariga murojaat qilganimdan keyin uni topishgan. Hozirgi kunda ko'pchilik topa olmaydi, fake akkaunt ochsam deb o'ylashadi. 165 ming obunachisi bor akkauntni topishgan, chaqirishdi, bordim. Ajrashgan qiz ekan, 2 ta farzandi bor. Qaltirab qoldi, meni ko'rib, tushunmay qoldi. Men aytibman, nima haqqingiz bor edi buni qilishga? Bu meni oilam bo'lsa, deyapman. Hozir kunda bilasizlar, ko'payib ketgan, birovning shaxsiy ma'lumotlarini o'zlashtirish, obro'sizlantirish, tarqatish, u ma'lumotlarni juda ham ijtimoiy tarmoqda bu narsa rivojlangan. Bunga jazo yo'q deb o'ylamanglar. Nafaqat ma'muriy, balki jinoiy javobgarlik ham bor ekan. Endi u o'tda qanaqa u qiz keldi, nimalar bo'ldi, serial bo'lib ketganda, uni men sizlarga gapirib berishga haq-huquqim yo'q. Bunaqa ma'lumotlar ularning o'zida saqlanar ekan. Shunga endi gaplashyapmiz, topolmaydi deb o'ylagan u qiz ham bemalol qo'yib yuborgan xohlagan videosini-da. Lekin unaqa bo'lmadi.